Assalomu alaykum Qubbo Chorva kanalining aziz obunachilari. Sizlar bilan Qubbo Chorva kanali chiroqli mollarimizni bitta ko'rsatib qo'yamiz. Sizlar e'tiborlaring havola qilib. O'zimizning mini fermachamizdan. Ularimiz bo'g'oz. Bu ham bo'g'oz, yaqin bo'g'oz, bu ham bo'g'oz. Anasi mentar so'raganlar. Mana janob. Tur janob. Mana shu mol tug'di. Tur janob. Ha? Quruqqa qo'ysa shu ekanda mana ko'kalar ko'ylarchi. Mana bular sog'im mollar. 14 ta 15 ta suti bor uni. Bolasi 10-chi, 3-chi bolasi 8 kunlik, bo'yi 1.30 atrofida. Tomosha qilinglar. Kimga ma'qul kelsa nomerlar qo'yib qo'yaman. Bemalol telefon qilib so'raverasizlar. Bu Estonni ham 3-chi bolasi 10-chi. 15 litr suti bor buni. Sog'ilib, bollari to'yib, mana yuribdi. Bu shved parodamiz 8 kunlik 3-chi bolasi. Bolasi bu qacha 14 litr suti bor. Bo'yi 1.35 atrofida. Unga nima deysizlar egizlariga? 3-chi bolasi uni ham 8 ta. Mana. Biri xonajin, biri novoz. Bu o'zini bolasi akalar. 10-chi. Bu bolasi novoz katta German Shveddan qolgan yodgorlik bu. Mana qo'shib olib emiz yuribdi. Ekranga nomerlar qo'yib qo'yaman. Kimga qiziq bo'lsa bemalol telefon qilib so'raverasizlar. O'zimizning mollar, o'zimizning molxonamiz. Like bosib qo'llab-quvvatlaganlardan Alloh rozi bo'lsin. Hammalaring sog' salomat bo'linglar.